Ekonomishni va arzon Elantra so'raganlar uchun Hyundai Elantra'ning 2013-yil variantini topib qo'ydik. Juda ham go'zal holatda. Eng qiziq joyi, egalari 13-yildan beri faqat o'zim minganman. Bir qo'l mingan, bu mendan boshqa hech kim minmagan dedilar. Xullas, mashinaning tarixini A'dan Y'gacha o'zim bilaman. Hamma joyini bilaman va mashinaga javob beryaptilar. 2013-yil 307 ming probegda mashinamiz benzinda. Elantrachilar nechta benzin ichadi, kommentda qoldiringlar. Xullas, men tabloda ko'rganimda 3 litr rasxod ko'rsatdi mashina benzinda. Kraska holatlarini ko'rsatib o'taman. Bitta joyda kraska bor dedilar. Mana shu joyda kraska bor ekan. Lekin ichiga o'tmagan ekan. Tumanda yengil yetib olgani uchun sepilgan dedilar. Xullas, mashinani juda ham yaxshi holatda saqlagan ekanlar. Bir qo'l minganlar uchun salonlari ham juda ham akkuratni. Multirollari bor. Rasxodda o'sha aytgandek 3 litr Elantra arzon narxda so'ragan uchun tez jo'natib qo'yasizlar. Narxi bitta like bosib turing. Bosing, like bosmadingiz. Narxi juda ham shokolad 8950 ga Elantrani bosib olsangiz bo'ladi.